hammaga salom. Sizlar bilan men kim edim o'zi? Tonial Gaming. Bugungi videomizda biz top 5 Bedrock versiya uchun tushadigan modlarni ko'rib chiqamiz. Aytgancha bu modlarni men 50 ta like'dan so'ng qanday o'rnatish haqida video olaman. Shuning uchun 50 ta like yig'ib beringlar do'stlar. Birinchi modimiz bitta botni ko'rdim. Birinchi mod shu birinchi o'rindagi modim. Mana do'stlar, mana bu nomlar qaranglar. Judayam ko'p qurollar. Faqat qurol emas, bu yerda hozir ko'rsataman. Ishlar. Mana qaranglar. Landishi. Do'stlar, cheat. Aygutrlar mana. Mana bular menimcha nima bo'lsa kerak? Kiyim ekan mana. Chap tarafdagi tepani qaranglar. Zo'r chiqdi. Klub chiqay, ataksi bitta bo'ldiradi. Bo'pti, bular mayli, men ko'rib chiqaman bu yerda. Menga necha deysizlar? Mana jon to'ldirib beradi menga. Ana jon to'ldirib menga. Menga eng yoqqan qurol mashida. Va kuchun qarang, yo'q tashib просто. Tulki. Men shunisiga videoni haqiqatan ko'rdim. Hop. Keyin bitta qarasam, tuxumlarda allambalo narsalar bor ekan bu yerda. Sen ko'rdimmi? Qolgan o'zingizlar ko'rib olasizlar mod tortgan ekan. Menga ham qurolim yo'qdi hozir ko'rsam. Mambo. Hozir egarni o'raydi. Hop, egar qani buni, qani egar. Shuni o'rniga olib qo'yibman. Mana o'rniga olamiz. Sizlar ham shunday kirib ketaverasizmi? Tapchadalar. Qaranglar. Tamam ko'rsatib o'ring. Ancha. Bunu koymayız. Mer o'zla ko'rib olinglar. Menga necha otga qaranglar. Animatsiyani qaranglar. O'tirmayapti. Mayli, boshqasini qo'yamiz. Ol, o'tir. Qaranglar. Sakrasini qaranglar do'stlar. Ko'ryapsizlarmi sakrashni? Shuni qaysi ot shunchalik bilan sakraydi? Hech qaysisi. Men buni ko'rmadim. Oho, do'stlar. Nima dabda bu? Boshqalarni o'zingizlar ko'rib olinglar. Keng modga o'tdik. Do'stlar, mana qaranglar. 3 ta avtomatlar. Vau, mana. Granatalar hammasi bor ekan. O'zingizlar ko'rgan ko'rasiz. Bitta ko'rsatdi. Janzut qo'y. Mana men birinchi qurbonim. Jonga tegdi. Granata.
O uchta mazra. Bak. Just bak. Bittada urdim. Qolganingizlar ko'rib olasizlar. Keyingi modga o'tdik. Do'stlar, afsus, oxirgi modimiz qoldi. Ikkita modni keyingi video chiqaraman. Keyingi bitta qilib chaqirib qolishdi-da, shunga bitta modni obzor qilamanda, keyin video tugaydi. Mana qaranglar. Bu mod xohlagan hayvonni aylantiradi. Mana oldiga bordim. Oldiga borsam, mana o'tirasizlar-da, mana buni bitta bosasizlar. Keyin mana kriptorga aylandim. Mana chap tarafda tepada turibdi-ku kriptor, shunday. Hozir Turkiyaga ham aylanib ketdim. Portda suvlargan. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Men Turkiman. Mana xohlasanglar mana ishonmalar uchun mana ko'rib turibdi. Xayr, video shu joyda tugadi. Hamma 50 ta like'dan keyin ikkinchi qismi va shu modda qatdan tortish mumkinligini ko'rsataman. Hammaga xayr. Sizlar bilan Doniyor Gaming bo'ldi. Xayr.